birovni urib, mayib qilib yoki narsasini o'g'irlab ketib yoki haqorat qilib, keyin hech narsa bo'lmagandek bemalol yotib uxlay oladigan, bemalol yashab yura oladigan insonlarni eshitganmiz yoki yaqindan bilamiz. Antisotsial shaxsiyat buzilishi, sotsiopatiya haqida gapirmoqchiman. Qamoqxonadagi o'tirganlarning 70%ni sotsiopatlar desak bo'ladi. Ularning qamoqxonada o'tirishini sababi amalga oshirgan jinoyatlari, qotillik, o'g'rilik, narkotik bilan savdo qilish, firibgarlik, mas'uliyatdan qochish, birovni pulini olib qaytarib bermaslik, aliment to'lashdan qochish va hokazo. Sotsiopatlar nafaqat o'sha o'zini jinoyati uchun taniqli, ular yana juda ham xarizmatik bo'ladi. O'ziga jalb qiluvchi belgilari bo'ladi. Bunaqa odamni yaxshi ko'rib qolish oson. Ayollar juda ham sevib qoladi osongina. Chunki ko'pincha sotsiopatlar erkaklar bo'ladi. Ayollar ham bo'ladi, ko'proq erkaklar bo'lgani uchun erkaklarni aytyapman. Birpasda sevib qolishadi ayollar. Chunki sotsiopatlar hozir va shu yerda yashashni biladi. Ko'pchiligimiz bilmaymiz qanaqa yashashni hozir va shu yerda. Hammamiz yo kelajakda yashaymiz, shu reja tuzamiz, xavotirlanamiz, qanaqa bo'larkin, o'xsharmikin deb yuramiz yoki o'tmishimizni o'ylab, quvlab, siqilib yuramiz. Bir hozir shu momentdan foydalanishi, shu momentda rohat olishi bilmaymiz. Sotsiopatlar juda ham yaxshi bilishadi. Hozir va shu yerda unga nima foyda bo'lsa, nima xohishi bo'lsa, amalga oshiradi. Shu jihatdan juda jalb qiladi bunaqa odam, qiziqarli. Shu masalan mashina turgan bo'lsa, uniki emas, birovni mashinasi turgan bo'lsa, shu mashinani haydagisi kelsa, puli yo'g'i, boradi, oladi, o'g'irlab ketadi. Yoki kimdir uni jahlini chiqarsa, uni urgisi kelyapti, boradi, uradi. Xotini bilan ham aytishib o'tirgan bo'lsa, oladi, uradi. Yoki magazinga kiradi, biror narsa sotib olmoqchi, puli yetmayapti, o'g'irlaydi, ketadi. Restoranga kiradi, ovqat yeydi, to'lamaydi, chiqib ketadi. Mana shunaqa foydasini darhol oladi. Odamlarga ham xuddi shunaqa foydasi bor yoki foydasi yo'q deb qaraydi hammaga. Ayollar bilan ko'p uchrashadi, boshqa qiladi, sevganidan emas, ulardan foyda tekanidan. O'sha siz bilan gaplashganda ham sizdan foyda bo'lsa, foydasini olish uchun hamma narsa qiladi. O'sha manfaati bo'lmasa, bir tiyinga olmaydi, yanchib tashlaydi. Lekin o'sha olgan foydasi keyin natijada o'sha oqibatida jazolansa, oqibatda qamoqqa tushsa, o'sha mashinani o'g'irladi, eski bitta mashinani deb qamalib ketadi 7 yilga. Olgan foydasi shu eski mashina bo'lsa, uni natijasi, jazosi 7 yil qamoq. Bu umuman bir-biriga mos kelmaydigan, oqlamaydigan ishlarni qiladi. Psixopatlardan farqli o'laroq, mana psixopatlar, u haqida alohida video olaman. Psixopatlar ancha aqlliroq bo'ladi sotsiopatlardan ko'ra. Ular ko'p narsani oldindan o'ylab, jazoga tutilib qolmasligini o'ylab, ancha boshqacha yo'l tutadi aql bilan, sekin, shoshmasdan. Sotsiopatlar shoshadi, impulsda ish qiladi. Shu keldi, xohish bajaradi, keldi, bajaradi. Shu natijasida oqibatini o'ylamagandan keyin qamoqqa kirib ketaveradi. Yana o'sha duch kelgan ayol bilan yotib ketgandan har xil kasalliklar yuqtiradi. Janjalkashligi orqali kaltaklarning ichida qolib ketadi va avtohalokatlarga ko'p uchraydi. Bunaqa odamlar bilan yursangiz, o'zi boshingiz balodan chiqmaydi, g'irt falokat insonlar. Nima deydi, mashinada ketayotgan bo'lsa, kimdir signal chalib qolsa ham jahli chiqib urushib ketadi, uydagilarni ham uradi, ayamaydi va mana shunaqa kaltak, kasalliklar, janjal, qamoqxonalarning ichida yuraverganidan uzoq yashamaydi. Kasal bo'ladi yoki kaltak ichida yo nimadir bo'lib o'lib ketadi. O'sha achinmaydi. Ya'ni vijdonni yoki bir uyat yoki aybdorlik hissini umuman his qilmaydi. Uni his qiladigan narsasi faqatgina qo'rquv. Agar sizdan qo'rqsa, siz jazolashingizni sezib qolsa, sizni o'sha paytda qanaqadir bir ozgina avtoritetli deb hisoblaydi, aytganingizni qilishi mumkin. Boshqa payt umuman bir tiyinga olmaydi, ayamaydi, qo'l ko'taradi. Ayol-ku bu, onam-ku bu, xotinim-ku, bu yosh bola-ku, bu jonzot-ku deb hayvonlarni ham urib tashlashi mumkin. Uraveradi bemalol. Bunaqa odamlar bilan yashaganlar munosabatlarni to'xtatganda, ya'ni shu sotsiopat bilan to'xtatganingizda munosabatni deyarli hech kim sog'lom chiqmaydi bunaqa munosabatlardan. Albatta ruhiy shikastlanib chiqadi. Nafaqat ruhiy, jismoniy ham shikastlanib chiqadi. Jag'i singan bo'ladi, boshi chayqalgan bo'ladi, miyasi
qovurg'asi singan, kuragi singan, sochi oqarib ketgan, depressiyaga tushgan, o'ziga bahosi 0 bo'lib chiqadi. Va o'sha ajrashib ketgan taqdirda ham masalan psixoterapiya qilib u ayolni o'ziga keltirsangiz, keyin paradoksal holat bo'ladi. O'sha o'ziga kelib olgandan keyin baribir yana o'sha xarizmatik, muammoli erini sog'inadi. Xuddi o'sha erini undan boshqa hech kim tushunmaydigandek, undan boshqa hech kim qutqara olmaydigandek deb hisoblaydi. O'sha qutqargisi kelaveradi, o'sha erini borib qutqargisi kelaveradi o'sha qamog'idan, janjaldan, yana boshqa narsalardan. O'zi bunaqa qutqarishga bo'lgan ehtiyoj shu O'rta Osiyo ayollarini ko'pchiligiga xos. Mavzudan chetlashmaymiz. Endi sabablariga kelsak, 3 xil sababi bor. Birinchisi o'zi tug'ma sotsiopatlar bo'ladi. Tug'ma sotsiopatlarni, ya'ni yadro psixopatlar desak ham bo'ladi. Shunaqa tug'iladi nerv tizimi bilan. Ikkinchisi bu o'sha tarbiya olayotgan paytida noto'g'ri tarbiyani natijasida shakllangan sotsiopatlar, ko'proq shu haqida gapiramiz. Va uchinchisi organik muammosi bo'lsa miyada, ya'ni o'sha balkim travma olgan bo'lishi mumkin yoki infeksiyalar natijasida shikastlangan bo'lsa, shu peshona bo'lmalarida disfunksiya bo'lib, odam o'zining impulslarini boshqara olmaydi va sotsiopat bo'lib yashaydi. Shu boyagi aytgandek tarbiya jihatdan ko'proq yashasak, sotsiopat qanaqa paydo bo'ladi? Ko'pincha bola uyatni ichida va o'sha yerga urish, haqorat qilish va kaltakni ichida o'sgan bola bo'ladi. Ya'ni uni onasi masalan yomon ona bo'lib tashlab qo'ygan deya olmaymiz. Juda mehribon ona bo'lishi mumkin, ba'zan giper g'amxo'r ona bo'lishi mumkin. Juda ham ehtiyot qilib, oynalarni yopib sovuq urmasin deb ehtiyotlar qilib yashashi mumkin. Lekin shu bilan birga arzimagan bir ayb ish qilib qo'ysa, bolani stul bilan urib, mayib qilib, yetmagandek masalan o'rtoqlarini oldida uyaltirib, izza qilib, doimiy shunaqa nima deydi, yerga urish, uyaltirish va kaltak ostida o'stiradi bolani. Yanada tushunarliroq bo'lish uchun tasavvur qiling, masalan siz o'tiribsiz, arzimagan bir ayb ish qilib qo'ydingiz, arzimagan. Kimdir keladida o'sha uzun yog'och bilan sizni uradi, do'pposlab. Keyin ustingizga tuflaydi, haqorat qiladi, bir chelak mag'zavani ag'daradi, ketadi. Mana qanaqa ahvolda bo'lasiz o'sha paytda? Ham kaltak yeysiz, ham xo'rlanasiz, ham bir izza bo'lasiz. Bola o'shanaqa holatda doimiy yashaydi. Shuning ichida o'sadi. Tushunyapsiz? Mana shunaqa o'sgan bola qaysidir paytga kelganda stop deydi, bo'ldi. Endi men sizlarni xuddi shunaqa sizlar bilan xuddi shunaqa munosabatda bo'laman deydi. Ya'ni endi men sizlarni haqorat qilaman, endi men sizlardan foyda olaman, endi men sizlarni uraman degan fokusini o'zgartiradi. Ya'ni ayamaydi. Aytganimdek, ayollarni ham, onalarni ham, bolalarni ham hech kim ayamaydi. Ya'ni meni yoshligimda hech kim ayamagan, endi men ham sizlarni ayash niyatim yo'q degan pozitsiyada bo'ladi. Ich-ichidagi holati shunaqa bo'ladi sotsiopatlarning. Endi psixoterapiyaga kelmaydi sotsiopatlar. Juda ham kamdan kam kelishi mumkin, boshqa bir muammosi bilan kelishi mumkin. Afsuski O'zbekistonda majburiy psixoterapiya yo'q. Agar masalan Amerikada kimdir huquqbuzarlik qilgan bo'lsa, kimdir haqorat qilsa, kimdir juda bir qamab qo'ymagan taqdirda ham o'sha oldin 50 soat majburiy psixoterapiya buyuriladi. Shtatlariga qarab, masalan, qaysidir shtatda 50 soat majburiy psixoterapiya o'tasan deb sud belgilab beradi, o'shani o'tadi. Yoki 40 soat. Boshqa payt mana o'zi ataylabdan kelmaydi. Men bu klinik psixologiyaga o'qiganimda har xil holatlarni, keyslarni ko'rardik, videosini ko'rib, muhokama qilardik ustozlar bilan. O'shanda qo'yib berishgan videoda psixonevrologik dispanserda yotgan shu sotsial shaxsiyat buzilishi bo'lgan inson psixiatr bilan suhbatga kiradi. Shunaqa kiradiki xonaga, eshikni tepib, hurmatsizlik bilan shu psixiatr bir tiyinga olmasdan kiradida, o'tirib nima deysan, sansirab, nima deysan, men chaqirdilaring, nimani ham qoyillatarding hozir, men miyamni yuvasan deb o'zingcha. Mana shunaqa munosabatda bir tiyinga olmay kiradi va psixiatr gapini eshitsangiz aytadiki, psixiatr aytadiki, men san bilan san haqingda gaplashmoqchiman, xulosa yozishim kerak. San bor yo'g'i
shu holatingga qaramay mana shu jinnixonaga kelib o'tiribsan. Man shu jinnixonani bosh vrachi bo'laman. Shu dispanserni birinchi bosh vrachiman. Bitta hozir xulosam bilan qamalib ketishim mumkin. Shuning uchun yaxshilikcha, to'g'richa gaplashamiz deb gapiradi. O'zi odatda vrachlar yoki psixologlar bunaqa o'zini vakolatini suiiste'mol qilib gapirmaydi, lekin psixiatr majbur bo'lib shu narsani qiladi. Ya'ni mohirona foydalanadi, o'zini avtoritet sifatida ko'rsatadi. Shu zahoti o'sha sotsiopatni holatini, psixologik holatiga qaraymiz, o'zgaradi. Darrov birdaniga bir hurmat bilan qarashni boshlab qo'yadi. Aha, demak bu shunchaki bitta vrach emas ekan, shunchaki bir odam emas ekan, bu kattakon ekan, bu bosh vrach ekan. Buni hozir yozgan xulosasi sudga boradi, keyin menga qaror chiqarishadi, yo qamalib ketaman, yo mana shu yerda meni davolashadi degan miyasida analiz bo'ladi va birdaniga psixologik holati o'zgarib, yaxshi bolaga aylanib o'tirib oladi. Ya'ni aytmoqchiman, sotsiopatlar bilan uni insofiga, uni vijdoniga, sevgisiga umid qilib yashash bo'lmaydigan ish. Uni yoki sizdan qo'rqish kerak, gapingizga quloq solish uchun, yoki sizdan foyda tegishi kerak. Boshqa payt sizni bir tiyinga olmaydi, yanchib tashlaydi. Sal unga bo'sh kelsangiz, yanchib tashlaydi. Shu jihatdan o'zi bu videoni nimaga olaman? Birinchidan shu sotsiopat tushunchasi haqida ma'lumot berish uchun, ikkinchidan bunaqa insonlar hammasi ham qamoqda o'tirmaydi. Atrofimizda juda ham ko'p va ba'zan oilamizda bor bunaqa odamlar. Shuning uchun qachon masalan undan aziyat cheksangiz, jismoniy zo'ravonlikka uchrasangiz, bu narsa o'tib ketadi, sevgim bilan, muhabbatim bilan davolayman demang. Muhabbatni foydasi yo'q, nasihatni ham foydasi yo'q, bosim o'tkazishni ham foydasi yo'q. Bunaqa paytda o'zingizni xavfsizligingiz birinchi o'rinda turadi. Mana shu niyatda bu videoni oldim. Lekin bu videoni ko'rib, balkim bir marta, ikki marta kimdadir shu narsani ko'rib, mana bu odam sotsiopat ekan degan xulosaga borish kerak emas. Ko'pchiligimizda bunaqa narsa bo'lib qolishi mumkin bir marta. Sotsiopatlarda bu narsa doimo bo'ladi, tizimli ravishda bo'ladi. Shu jihatdan o'zingiz diagnoz qo'yishga shoshmang. Sizlarni individual konsultatsiyalarimga taklif qilaman. Kontaktlarim har doimgidek shu videoning tagida yozilgan bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, sog' bo'ling.